Suvini ichi. Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yeb yuboradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lishi uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Mana kelin bo'lar ekan-ku, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shunaqa go'shtlarda pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding.